onam yig'lab duo qilyaptilar dedi. Yig'lab. Ya Robbiy, senga hech narsa emas-ku meni bitta bolamga ne'matlarga burkab tashlash. Yalinaman, yolvoraman, o'tinaman deb onam yig'lab duo qildilar dedi. Men ham dedi biroz to'lqinlandim, lekin baribir ana ishim yurishmaganligini nimasi miyamda turibdi, bordim, oshxonadan suvni olib ichdim, yotdim. Oradan qisqa fursat o'tgandan keyin ishlarim o'z-o'zidan yurishib ketdi dedi. Qisqa fursatda, nechadir kunmikan yoki qanchadir haftadan keyin ishlarim yurishni boshladi. Shu darajaga yetdiki, Wall Streetdagi eng katta ko'chmas mulklar meniki bo'ldi. Va har safar shu ne'matlar kelganda bildimki, yarim tunda xonasida yig'lab duo qilgan onam bilan o'sha onaxonning duolari Wall Streetda zir titratdi deyapti. Wall Street ko'chalarini titratib yubordi. Chunki u yerdagi eng katta ko'chmas